Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrli yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Altun Kash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Endi Asimning hayot hikoyalarining 6-chi qismiga keldik. Aql farosatlik ota-bovalar bu dunyoning ishlarini biri kam dunyo degan hikmat bilan ajoyib xulosalab qo'yishgan ekan. İnsanның 9 tel bo'lmaymish. Tel bo'lay deganda taqdir tarozisini yana uning qonuniyati bo'yicha tangshab qo'yamish. Og'inlar bilan o'ltirgan so'rinda mushu gap bo'lib qoldi. Shuning bilan yillardan buyon mushu so'rinda bo'lib kelgan, o'lib ketgan yoki hayotlarning kechirmishlaridan bilginimizni biror qo'r eslashdik. Bundan ko'p yil ilgari jahon o'ngshilishga yuzlangan kunlarda bir necha donglik shoir bilan bir necha donglik muzikat o'zlariga ma'naviy ehtiyoj tufayli bir so'ringa jam bo'lishgan ekan. Shoirlar go'zal kuylardan ilhom olib, charchab taljiqqan jismi va ruhini quvvatlantirishga muhtoj bo'lgandek, muzikantlarmu go'zal misralar va hikmat durdonlarga tashna ekan. Demisimu she'r bilan muzika, hissiyot, ruh va tasavvur, go'zallik va ritm jihatdagi aldayliklar bilan tashqi ko'rinishi bir-biriga ancha o'xshab ketmaydigan qo'sh kezaklardir. She'r bilan muzikani ichki kuch qilgan bu so'rin goh kengayib, goh tariyib, hozirga qadar talay ishqa shohid bo'libdi. O'zimni olsam, menmu eng burunqi shohidlarning biri ekanman. U chaqlarda men so'rindikilar ichida yosh hisoblanatdim. Meni bu so'ringa janubda billa ishlagan hiliqi donglik muzikat boshlab kirgan edi. Shoirlar bilan aslida tunishliqim bo'lganlikdan men bu so'ringa tezla o'zishib ketgan edim. Yosh bo'lganligimdimikin deb boshqalarga yordamlashadigan, tashkillaydigan ishlarga ko'proq kuch chiqaratdim. So'rinlarda asosan cho'nglarning so'zlariga quloq solib, naqsha muziklarni huzurinib o'ltiratdim. Ularning ko'p qismi vahima, o'ng'izsizlik, turmush baxtsizliklar ichida yashadi. Biz ularning baxtsizliklarini emas, ushaq-chushaq g'amlari, bosh og'riqlari, xo'rliqlari, xotinlari bilan bo'lgan talash tortishlaridan xabardor edik. Biz ularning 2-3 qitimliq to'ylariga, farzandlarining hatto navrlarining to'ylariga boratdik. Birlikda kasallarni yo'qlaydik. Keyin bir-birlab u alamga o'stishga boshladik. Ular ajoyib odamlar edi. Doktorxonada oksigendan nafaslanib aran yotgan bo'lsa, bizni ko'ribla burundagi naychilarni ilib tashlab jonlanib ketadi. Hatto biror padachilib berishga ulguradi. Yana ba'zilari bu haftasi chiroyli pokiz kiyinib so'rinda hammamizni huzurlantirib o'ltirgan bo'lsa, yana bir haftasi jahonni un-tunsizla tashlab ketishib bizni cheksiz qayg'uga soladi. Ashu shoir, muzikat akalarning hech qaysisi boshqalar havas qilgudek baxt ichida yashab boqmadi. Ularning faqat boshqalar havas qilgan nom otig'la bor edi. Undaqda hozir qilachu. Biri buradimiz qo'lga qalam qog'oz elib, so'rinda o'tirgan har birimizning turmushdagi ortiq kam taraflarini tizimlashga boshladi. Bu yerdagilar hammamizla yosh, qovul, yapichadigan turmush huzurini suradigan vaqtlarimizda 2-4 dal maoshning quli bo'lib, Tarqiston uylarida namratlik, jafo mushaqqatda o'tgan. Cho'ng bo'lib putqolning mag'duri qochganda az-to'la yaxshi kunlarni ko'rganlardan ishkanmiz. Buningga shukri. Lekin har birimizning yana bir muncha boshqa timchiligimiz bor edi. Biraylan yaqinda Qadinas ayoldan ayrilibdi. Uchining uyda ayoli yoki balchaqisining birsi og'ir kasal ekan. Ikkisining bolasi bangbash cho'ng bo'lib ota-onasiga ko'rmaganini ko'rsatib o'tibdi. Ikkalan qat-muqat qarzga bo'g'ilgan ekan. Qarz to'lash uchun pul tejab g'o'rgul turmush kechirib o'tibdi. Biz hammamiz baxtli deb biladigan, amal martining rohatini yetkicha ko'rgan, ba'zida o'zimi o'ziga havas qilib qoldigan bir birodarimiz bugun o'zining biz o'ylagandek baxtlik emasligini, bir umr ayolning royi zulmga chidab yashab kelganligini, endi bolalar cho'ng bo'lganda ajrashmoqchi bo'layotganligini deb soldi. Hammamiz cho'chib ketdik. Ammo hech qaysimiz bir narsa deyolmadik. Shu chaqda men o'lib ketgan ayolim Nur Aloni o'yladim. Uning bilan tanishgan, muhabbatlashgan yillarni, yangi to'y qilgan vaqtlarimizni, kayni-kayndan tug'ilgan bolalarimizning qanday cho'ng bo'lganligini, ikki ma'zi qip-qizil sog'lom ko'rinadigan Nur Aloning shu bolalarining orqasida yurib, qachonlardidir o'ruq, ojiz, charsheri oqqargan bir onaga aylanib qolganligini o'yladim. Hayotida tuzuk rohat ko'rmagan,
Uyum, bolalarim deb birdam tinim topmay ishlab o'tgan bu bahosiz ayol hayotlik energiyasi baldurla xo'rab, ko'zlari o'chish oldidagi shamdek pildirlab qolgan chog'laridimi o'zining kesilini o'ylamay bizning g'imimizni yegan emasmidi? U hayotining oxirgi soatlarida menga 3 ishni miyitini g'uljiga yo'tkab ota-onasining hiniga qo'yishimni, mening yaxshi ayoldan birini tepib tezroq o'ylanishimni, balalarga oxirgacha yaxshi qarashimni vasiyat qildi. Men uning oxiratlik ishlarini o'z orzusi bo'yicha o'ruladim. Ayolim o'lib ketib 3 yildan keyin urug' tuqqan tunishlarning tavsiyasi bilan qayta o'ylandim. Balalarimga ko'proq ko'ngil bo'lishga, ular oldidagi mas'uliyatimni ado qilishga tirishdim. Hozir ularning hammasi mustaqil hayot yo'liga qadam qo'ydi. Hammasining o'ziga yarasha baxtsizligi, xushalliqi va g'amlari bor. Ularning menga ko'p ehtiyoji tushmasimi, bir dadaning qo'llashi va yo'l ko'rsatishiga muhtoj bo'lgan chaqlarida men ularning yanida. Xuddi muhabbat o'zi ko'na narsa, har yurak uni yangilar deganlaridek, hayot ko'na narsa, har bir inson bolasi uni yangilg'uchidir. Dunyoning qanchalik taraqqiy qilishidan, maishatlarning qanchalik ko'payishidan qat'iy nazar, inson mayli u ibtidoiy davrdagi daraxt yo'pirmoqlarda badinini to'sib, shoxlardan yasalgan kapida yashag'uchi bo'lsin, yoki zamonaviy jamiyatning muallaq asrlarida yashag'uchi bo'lsin. Hayotida eng oddiy bir narsaga, mehr-muhabbatga tashna bo'lib yashaydi. Mehr-muhabbat xuddi koinotning tortishish kuchidek insonni, hayotni bir-biriga bog'lab turadi. Mehr-muhabbatsiz inson baxtsiz insondir. Men bolalarimning bu xil baxtsizligidan yiroq bo'lishini tilayman. Uzoqdan buyon og'rib yotgan bir so'rindishimiz oxir omonatni topshirib Allohning dargohiga ketdi. Ko'p qismimiz uni ustib tuproq beshiga chiqdik. Birodarimizni yerga qo'yib bo'lganda bir nechimiz avtobus bilan qaytishni xohlamay qabrlarni oralab piyoda mangdik. Dal-daraxt, gullar bilan purkalgan qabrlarning orasidan ilingan salqin ozoda yo'llarda ketayotganimizda qadamda bir uchrab turgan tunish bilishlarning ismlari bilan xuddi men kichigimdan bildigan Urumchi menga tunish bo'lgan bir dunyo asta-asta mushu bo'stonliqdagi tinch yer osti dunyoga ko'chayotgandek bilindi. Bu bir cho'ng ko'chish edi. Biz, men, ikki yozuvchi birodarim, yana bir shofir birodarimiz bu cho'ng ko'chishga qarab sukut ichida o'tib ketayotdik. Bu ko'chish bizdami uncha yiroqda emas. Faqatla navbatdagi kelmagan edi. Shu chaqda tuyuqsiz xiyolimga mushu yilning oxirida yana bir qizimning to'yini qilmoqchi ekanligim keldi. Bu keyingi ayolimning eng kichik qizi edi. 4 yildan beri Halima ikkimiz uning 2 bolasining to'yini qildik. Bu to'ylar menga o'tgan hayot, o'tgan ishlar qaytalanayotgandek tuyg'u bergan edi. To'ylar bilan ruhlanib, o'zimni yashirib qolgandek sezatdim. O'ylab qarasang, hayot to'ylar bilan davomlashadi ekan. To'ylar bilan ma'nisi va rangdorligini topadi ekan. Hayot hammamizni musibatdan, to'ylarni ko'proq ko'rishga nisib qilg'ay. Halima qaytib keldi. U yolg'iz emas edi. Tojikistonda o'ltiraqlashib qolgan akasi bilan uning o'g'lini billa ilib kepti. Aytishlaricha, ular aka-inlar birlashib bir xalqaroliq shirkat qurgan bo'lib, Yevropa ellariga berib kelib turadi ekan. Shuncha jahon ko'rganligiga qaramay, ular Urumchining taraqqiyotiga bo'lgan hayronligini yo'shira olmadi. Albatta, uning ko'zda tutayotgani egiz binolarning ko'pligi edi. Halimaning akasi Urumchini ko'p yil ilgari ko'rgan bo'lib, esida tutak bosgan qor muzliq bir shaharning xotirasida saqlanib qolgan ekan. U bu qitim o'zlarining binolarining chiroqlari yiqilishga boshlagan paytda Urumchiga kirib kelganligi, o'rmondek binolarning orasida ketib, o'zini Amerikaga berib qolgandek sezganligini hayajon bilan so'zildi. Әдісін тартып, u odamning bunchalar tez suratda ko'payib ketganligini ko'rgandan keyinla bu tez taraqqiyotning tegiga yetganligini, Urumchining hozir dunyodagi odam eng ko'p, qatnash eng qistan shaharlarning biri bo'lib qolganligini so'zlashga tushdi. Uning aytishicha, o'zi ko'p borgan Yevropa elleridagi qadimiy madaniyatli shaharlarda egiz binolar salohliqlar bo'ladi ekan. U yerlarda zamonaviy egiz binolar bilan qadimiy uslubdagi binolar, muzeylar, oddiy odamlarning erkinligi va o'zgachiligini ifodalaydigan xilma-xil uslub shakldagi turalg'u uylar, do'konlar, kichik o'rmonliq, chimliq, gulliklar giralishib ketgan bo'lib, xeyli cho'ng shaharlarmi yeshillikning ko'pligidan qirmoqqa, zamonaviy cho'ng yezlarga o'xshab qoladi ekan.
U yerlerde adam az, muhit sap bulup, qatnaş ve başka cihetlerde adamlar üçün qolaylık buluş birinci orunda qoyuladigan. Keyinki kunlarda u Jungoning bulupmu Urumchining ish bejiri sur'ati ve rasmiyatlarini qaqshab yurdi. Hammadan qaytib ketishga jablanayotgan kunlarda oxiri qandaqdir rasmiyatlarning putishini saqlab o'ltirib, ishgan bir quta sap sut tufayli doktorxonada yetishga majbur bo'lganligi uning barliq ishonchisini yo'q chiqardi bo'lg'ay, u amdi taraqqiyot haqida, qandaqdir yeng hamkorlik haqida og'zi tegmagan holda so'zlamas bo'ldi. Men ulardan Tojikiston va boshqa yangidan qurilgan davlatlarning ahvolini, u yerlarda yashayotgan qarindoshlarimizni hol kunning qanday bo'layotganligini so'radim. Chunki u yerlarda mening 2 hadam va ularning bola-chaqalari yashaydi. Ancha-muncha xat yozishib turgandan boshqa ularning bu yoqlarga kelmaginiga xeyli yillar bo'lib qolgan edi. Mehmonlarimiz u davlatlarda ishlarning boshdan izg'a tushayotganligi, garchi ba'zi jihatlarda ilgirki vaqtlarga yetmasimi, erkinlik va fursatning ko'payganligi, ko'p yangilik va o'zgarish bo'layotganligi, Qozog'istondagi Uyg'urlar ishidimi cho'ng korxonachilar yetishib chiqayotganligini so'zlab berdi. Bu gaplardan shu narsa ayon bo'ladiki, asrlar bo'yi izidan chiqqan, tabiiylikdan halqigan holatning asliga kelishi eng cho'ng taraqqiyot edi. Yeni qurilgan bu davlatlarning oldida agri to'qay yo'llar, qiyinchiliklar ko'p bo'lsa-mu, hamon bir kuni dag'dam yo'llar echilmay qolmaydi. Biz aqshimi xeyli vaqtlargacha kolxoz, kommuna davrlarining sinipiy kurash diktaturasi ostidagi yillarning parangini silishdik. Bu har ikkala tarafdagi kishilar uchun o'rtaq tema edi. U davrlarga oid kechmishlar, aslibilar yuraklarning qat-qatiga o'rlab ketgan edi. Әмді terrorizmning gaplari moda bo'lmoqda. Uningga oid xabarlar atrofimizda uchib yurmoqda. Yenimizda mugdab o'tirgan Halima mehmonlarga yaxshi tush tilab uxlag'ili chiqib ketdi. Orqadilla o'g'ilmi baldiroq aram olmoqchi ekanligini aytib qo'zg'aldi. Yana bir pas tog'dan bag'dan paranglashib o'ltirdik. Mehmon ichida bir ishqa dilg'uli bo'layotgandek qandaqdir bir gapni degisi bo'lsa-mu, qandaq deyishni bilolmayotgan holatda birdam o'ltirib oxiri eg'iz ochdi. Siz balkim Amina ismli bir ayolni taniysiz-ku deyman. 1962-yili Sovetga chiqib ketgan do'ngmalilik. Yuragim jig'da qilib qoldi. Shuncha yildan buyon Aminaning ismini yod birsin anglayotdim. Apam hayot vaqtida uning u yoqda uzoq yil bo'ytoq yurib, oxiri xotini o'lib ketgan 2 bolalik bir odam bilan to'y qilganligini so'zlab bergan. Bu xabarni anglab yuragimdagi tosh oxiri yerga tushgandek bir xil tuyg'uda bo'lgan edim. Aminami? Albatta taniyman. U yaxshi turayotgandi. dedim. Ovozim o'zimga bo'lakchila sun'iy tuyulib ketdi. U bultur tugab ketdi. U mening ayolim edi. Uningda 2 bolam bor edi. U menga sizlarning ishinglarni so'zlab bergan. U sizni yaxshi ko'radi. Ammo u bek isil sadoqatman ayol edi. Bolalarim va men biz hammamiz uning qazdor. U borliqini bizga atadi. Men uning hurmati uchunla bu gaplarni sizga yetkazishni loyiq topdim. İkimiz Aminaning ruhiga atab duo qildik. Mehmonga tasalli bergim kelgan bo'lsa-mu, nima deyishimni bilolmadim. Sukut ichida bir pas o'tirdik. Mehmon namlashgan ko'zoynagini surtib etib, xayrlashib, yotoq uyga kirib ketdi. U erta saharda bu yerdan Tojikiston poytaxti Dushanbega qarab uchdi. Men uning vujudidan o'z tuprog'imizda yashayotgan bizlar yo'qitib qo'yganimizga uzoq bo'lgan bir narsani, o'zi bo'lgan ishonchni bayqadim. Uzoq yillarda bo'ronda qolgan qamg'oqdek tamtirab yurgan bu kishilar amdilikda zamin qo'yniga mustahkam yiltiz tortgan gigant daraxtlardek kuchlanishga boshlagan edi. Xiyolimda Aminaning uning bilan birga o'tgan kunlarini tasavvur qildim. Yuragim etishgan holda uning baxtga erishganligiga tan bermay tura olmadim. Meningmi baxtim o'zimga yetarlik. Ammo hech qanday bir kishi o'zi bir chaqlarda yaxshi ko'rgan ayolning boshqalardan erishgan baxtini ko'rganda yuragi etishmay tura olmasi kerak. Kishi degan mana mushundaq narsa. Halima allaqachon uyquga ketgan edi. Tula o'rlayverib uni uyg'otmaslik uchun kuldan bilan tomokamni ilib mehmonxonaga chiqib ketdim. Nepiz oqush parlardan tushib turgan sus yorug'likda mehmonxona uy xira xiyoli ko'rinadi.
Cho'ng tiklama soatning mayatniki val-vul qilib to'xtamay harakatlanib, daqiqalarni sanaytdi, orqaga qaytmaydi. Мәңгү kelgusiga vaqtning noma'lum manziliga qarab ilgirlaydi. Ammo men soatning mayatnikiga qarab o'tirgan vaqtlarimda go'yo sehrlanib qolgandek o'tmish aslimlarga cho'kib ketatdim. Bugun texmo shundoq bo'ldi. Men o'zimning qandoqlarcha o'tib ketgan yillar qo'yniga berib qolganimni sezmayli qoldim. U o'tgan asrning 80-yillari edi. Jahonning ishlari мәңгү bir izlab menga bermaydi. Мәңгүlikdek ko'ringan narsalarning mo cheki bo'ladi. Dünya o'zgarishida mavjud bo'lib turdi. Qachonlardadir havo illib Jungo Sovet chegarasidagi osmon palaq qor muzlar erishga boshildi. Sovet ittifoqining odam qo'rqitadigan vahimalik va sirliq tusi asta-asta suslashmoqda edi. Matbuotlarda ikki davlatning siyosatchilari va savdo elchilarining yurishayotganligi to'g'risidagi xabarlarni ko'radigan bo'ldik. Uzoq o'tmay Sovet ittifoqi tarafdan tuqqan yo'qlab kelganlar paydo bo'ldi. Yevropacha shilappa, sipta tekilgan, badanga chipta kelgan kostyum burulki kiygan salopatlik erlar bilan chochlarini seriq, qizil bo'yib olgan simiz ayollar kishilarning qiziqish nuqtasiga aylangan edi. Ularning to'lisi ayni yillarda to'yg'idek bolka va seriq may uchun chiqib ketganlar bo'lib, u yerlarda normal turmush va yevropacha madaniyatdan bahramon bo'lgan bo'lsa-mu, yana bir xil tashnoliq. Vatan, el-yurt, qon qarindosh tashnoliqining azobini yetkicha tortgan edi. Ko'p yil judolikdan keyin qayta jam bo'lgan urug' tuqqan qon qarindoshlarning xushalligiga hech narsa tang kelmaydi. Kishilar u yoqdan kelganlarni o'yim-o'y chaqirishatdi. O'z odamlari to'g'risida biror uchurga erishalmasligidan qat'iy nazar, ularning sarguzashtlarini ujur-bujurgacha qiziqib anglashatdi. Tortishib ko'z ish qilishatdi. U yoqdan kelganlar kiyinishi isil, madaniyatlik, salopatli ko'rinsa-mu, gap so'zlaridan baxit xushalliqning hidi urilmaydi. Faqatla bu kishilarning jahon ko'rish, qiqilib so'qilib yashash jarayonida pishib ilgirki sodda oq ko'ngillikini yo'qotganligini sezib olg'ili bo'ladi. Bunolik bilan ularni ayiblash mumkinmi? Hamma narsaga ishonayveradigan odam, ishonganlarning hammasi yolg'on bo'lib chiqavergandan keyin qanday bo'lib qilishi mumkin? Sharoiti borlar urug' tuqqanlarini chaqirtishning qo'yiga tushdi. Bizmu opam bilan aloqalashib turib-tatdiq. Opam har xatida o'zining yashnib qolganligini, bizni, tuqqanlarni, G'o'ljidagi qadim joyini bir ko'rib o'lib ketsa armoni yo'qligini yozatdi. Bir qatim opamdan xat xalta olg'ash kelgan bir ayolmu menga: "O'g'lim, bir amal qilib opingizni yeningizni akilib oling. Opangiz kech kunduz sizning gapingizni qiladi. Mush yerda sizning qo'lingizda jon uzishni orzu qiladi" degan edi. Bu gaplardan opamning kasal ustida xavf ichida turganligini ko'rgandek bo'lib, qo'lim ishga bormay qoldi. Jiddiylik ichida rasmiyatdan bijirdim. 1984-yil aprelda opam ayrilganiga 22 yil bo'lgan ona vatan tuprog'iga qadam bosdi. Oq ranglik avtobusdan tushib bizga qarab kelayotgan opamni ko'rganimda, ixtiyorsiz kichik chog'larimda sahroga mehmon bo'lib ketib, uzoqcha kelmay seg'indirgan opamning quchqiga yugurib ketayotganligimni o'yladim. Yuragim hayajondan tipchaklab, yoshlarim ko'z oldimni xiralashtirdi. Yeshimni surtib opamga qaraytdim. Ikiz boy, bug'doy o'ng, tegi oq, ushshoq gullik raqtdan ko'krak purma ko'ngla kiyib olgan opam mehribon ko'zlarini qisib bizga qaraytdi. Yog'liqining oldidan chiqib turgan chochlarining oqirib qolganini, ko'z atrofidagi qo'riqlarning ko'payib qolganini hisobga olmaganda, u ko'p o'zgarmagan edi. Hatto xeyli sog'lom ko'rinatdi. U vodaklik eshikdan o'tibla bag'rini keng ochdi. Bizmu opam qarab etildik. Men opamning non, sut, ipor, rayhon hidi kelib turadigan quchog'iga bosh qo'yib buqildab yig'ladim. Opam: "O'g'lim, jigirim, cho'ng odam bo'lib ketibsan, azimat er bo'psan, mana sinim ko'rdim bolam" deb bosh ko'zlarimni silab ketdi. Opam hadilarim, tog'larim, homilarim, navrlarnimi bir-birlab bag'riga besib puraytdi, yig'laytdi. Biz uning o'zini oldirib qo'yishdan ansirab, darhol mashina bilan uyga elib mangdik. Uylarni hadilarim oqartib, tozalab, yig'ishtirib qo'ygan edi. Opam qo'ro eshigidan qo'shaq qetib yig'lab kirdi. Kiribla hovlidagi olma tuviga qo'yilgan karvatga kelib o'ltirdi. Ashu yili opamlar yo'lga chiqqan kunlardimi olmalar g'o'chida chechaklagan bo'lib, opam chechaklarga yenishlab qarab qiyolmay qolgan edi. Bugunmi u yangidan yetilib baraqsan bo'lgan olma daraxtlariga, chechaklariga ko'z uzmay qaraytdi.
qoruning bulung pushqaqlariga, yozliq oshxonlarga, uylarning tomlariga, hatto bulutlar uzib yurgan zangar osmonga boshqacha bir nazar bilan sep solatdi. Ko'z jiyikidagi yoshlarni eritib turib, qandaqdir ishlarni eslaytdi. Bizdan uni buni so'raytdi. Men shu chaqda bir narsani his qildim. Apam ayrılgandan buyon nuri saltanati o'chgan. Qandaqdir surluq, mungluq ko'rinadigan bo'lib qolgan bu qo'ru shu tapda jallanib illiq bir nurga to'lgandek. Ishik derizlar apam o'z qo'li bilan rangdor toshlarni tizib yasagan yo'llar, oshxona, o'choqlar kulimsirayotgandek bo'lib qolgan edi. Men shularni o'ylab tursam, kichik adam hinimga kelib, "Tova, uymu asli ikisini tonamdi nima? Apam kirib to'rda o'ltirib edi, ma qo'roga boshqacha jon kirdi" degan edi. Apam bir mezgil aram elib, qo'lim qo'shna, yiroq yaqindagi urug' tuqqanlar bilan ko'rishib, didorlashib bo'lgandan keyin uni Urumchiga elib mangdim. Nur A'la uylarni apamning dam ilishiga muvofiq joylashtirib tayyor qilib qo'ygan ekan. Apam mening uyimda bir mezgil turdi. Chaqirgan yerlarga berib, kishilar bilan tanishdi. Nur A'la ikkimiz uni boshlab Soda saroy, bozorlarni aylantirdik. U mezgilda Sovet ittifoqida yenik sanoat, turmush buyumlari kam ekan. Apam do'konlar, bozorlardagi xilma-xil mallarni ko'rib hayajonlanib, u yoqdagi urug' tuqqan navri-chavrlarga sovg'atliqlarni oldi. Hash-bash tugicha 2 oy o'tib ketdi. Apamning 3 oylik turish muddati to'shish oldida turadi. Apamni vatanga qaytarib kelishning biror yo'lini tepishga urindim, ammo amalga oshira olmadim. Apam peshonamga putilgan shu bo'lsa kerak deb qaytishning g'amiga tushdi. Ammo mening apamni u yoqqa yo'lga silib qo'yish xiyolim yo'q edi. Apam bir kessa, mangu qaytib kelmaydigandek, uni ikkinchilab ko'rolmaydigandek bir tuyg'u menga orom bermaydi. Oxiri tunishlar orqali uning vatanda turish vaqtini yana 3 oy uzatdim. Urumchida yana bir mezgil turg'izib, yozning o'ttirlarida talibi bo'yicha uni g'ulchiga opirib qo'ydim. O'z uyiga qaytgan apam texmi ruhlanib ketdi. Yo'lga chiqish g'amini unutib, yozliq oshxonani tuzashtirish va yana allaqanday ishlar bilan bo'lib ketdi. Apamning xotirjam bo'lib qolganini ko'rib, menmu Urumchiga qaytdim. Uning bilan har kuni telefon orqali so'zlashib turatdim. Ishlarimni sal oldiga surib olib, yana birer oy ruxsat bilan apamning yonida turib kelishni o'ylab yuratdim. Kütmegende yuqoridan Beyjingda echildigan bir yig'inga qatnashib kelish vazifasini topshirdi. Buningga berish, kelish, yig'in bo'lib 2 haftalar vaqt ketadi. Apamga ahvolni uqtirib, roziligini olgandan keyin ichkiriga qarab atlandim. Yig'inga qatnashganlar ichida Beyjingga tunji kelganlar oz emas ekan. Hammaylan yillardan buyon bu shahar kuylangan naqshlarni ko'p o'qigan, ko'rishni orzu qilgan bo'lsaqmi ko'rolmagan. Әмді аран kelgan bir fursatda yig'indan keyin bir necha kun ortiq turib, shaharni to'liq sayohat qilib, ondan qaytayli, deyishdi. Og'zimda ularga qo'shilsammu, ko'nglimda bir ansizlik bor edi. Har kuni o'tguncha ko'nglimdagi bu ansizlik kuchayib, xuddi bir kelishmaslikning shapisini sezgandek, darhol qaytqum kelib turadi. Oxiri yig'in yepilishdan bir kun burun yig'in tashkili orqali aeroplan bileti oldirib Urumchiga qaytdim. Shu kuni tushdan keyin yana G'uljiga qarab yo'lga chiqdim. Ko'nglimning andishiga tushib qolgani bekor emas ekan. Apam to'saqdan saqsiz bo'lib qilib doktorxonaga yetib qopti. Doktorlar apamni biror qor tekshirtgandan keyin Urumchiga opirib beqishni tavsiya qilibdi. Apamni Urumchiga o'tkidik. Urumchidagi doktorxonalarning diagnozi G'uljidagilarning degani bilan o'xshash chiqdi. Demak, apam hayotining oxirgi kunlarini o'tkazayotdi. Uningga ayni ahvolni degili bo'lmaydi. Lekin apamning ko'ngli to'ygandek, u yoqda qolgan tuqqanlarning gapini to'la qiladigan bo'lib qolgan edi. Apamni 2 oy davolatdik. Uni birdammo yolg'iz qo'ymadik. Ko'ngli tortqanni etib, tepib berib, putqunlarini tutib, qo'limizdan keladigan hamma mehribonlikni ko'rsatishga tirishdik. Agar og'riqni tang tortishib bergili bo'lsidi, men apamni kasal azobidan qutqizish uchun unimi qilgan bo'latdim. Afsuski, kasalni tang tortishib bergili bo'lmaydi ekan. O'limga ora turish insonning qo'lidan kelmaydi ekan. Apam shu yili oktabrda G'uljidagi uyimizda mening quchog'imda jon uzdi. O'limga kelganlar uylariga qo'rg'a patmay qoldi. Meyitni ustib chiqqanlarmi nihoyat ko'p edi. Tuproq beshida yerlikka yetta ketman to'pini tashlab bo'lib, yig'lab tursam, kaynimdan birsi yengimni tortgandek qildi. Qarasam, 50 yoshlardagi o'ruq bir odam ekan. U menga: "Inim, yig'lamang, hargiz yig'lamang. Apingiz talaylik ekan,
U o'z vatanida, ata-bobosining yanida yatdi. Siz uni o'z qo'lingiz bilan yerlikka qo'ydingiz. Bende uchun buningdan ortiq baxt bo'lmaydi, dedi. Keyin uning deb berishicha, u bir tul ayolning yolg'iz o'g'li bo'lib, 1962-yildagi ocharchilikqa chidamay, "Appa, men u yoqqa berib o'rilishib olgandan keyin qaytib kelib, seni ilib ketaman, seni bu yerlardan qutuldirman" deb va'da qilib chegaradan o'tib ketgan ekan. Ammo chegara etilib qilib qaytib kelolmabdi. O'g'li chiqib ketgandan keyin onasi bola dardida to'la yig'lab kasalchan bo'lib, ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qopdi. Ana, odamni rizqi tortib akiladi deb ishinikan. Shunga har kuni bir qacha oshni bolasiga atab taxta beshiga elib qo'ydi ekan. Bolam bir kuni bo'lmasa, bir kuni kelib, men elib qo'ygan oshni ichidi deb o'ylaydi ekan. O'g'il u yoqda yomon emas kun ko'rgan bo'lsa-mu, yolg'iz onasini faqat unutib ketolmabdi. Uning ustiga yillarning o'tishiga agishib, davosiz kasalga giriftor bo'libdi. Uning bo'riki zaiflashgan bo'lib, Sovet ittifoqining doktorxonalarida har qancha davolanib saqay olmabdi. U hayotidan umidini uzib, onasining ko'ralmay yot yerlarda o'lib qilishdan ansirab yurgan chaqlarida chegara echilibdi. U onasini ko'rgili kepti. Biroq onasining bek ojizlab, ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qolganini anglagandan keyin o'zini asta-asta tunishtirmoqchi bo'lib onasiga: "Ana, men o'g'lingizning hindin keldim. U bek yaxshi turyotidi. Kecha-kunduz sizning gapingizni qiladi. Xudo xolisa pat arda kelib qoladi" debdi. Onasi xushal bo'lib: "O'g'lim cho'qim qaytib keladi. O bek vafodor bola. Men o'g'limga atab taxta beshiga osh ilib qo'ygan. Uni o'g'limni o'rnida siz iching" debdi. Ular bir mezgil birga yashapdi. Oxiri o'g'il onasiga tonishlik bergan kuni ona bek xushal bo'lib ketib, o'g'ilning oldida jon uzibdi. O'g'il onasini o'z qo'li bilan yerlikka qo'yibdi. O'zimi onasining yenidan yerlik ilib qo'yib, o'z vatanida onasining yenida yetishni orzu qilib kunlarni o'tkazibdi. Ammo Azroil uning jinini ilishni xohlamabdi. Orzusining aksicha kesili kundan kunga yaxshi bo'lishga boshlabdi. Har yili vatanga kelib bir necha oy turdi ekan. Har qitim yurtida turish muddati to'shib u yoqqa qaytganda kesili yana qo'zg'aladi ekan. Bu yoqda o'lishni orzu qilib qaytib kelsa, kesili saqayib qoladi ekan. U hozirmi Allohdan bu yerda turish muddati to'shqicha jinini ilishni kecha kunduz tillab yashab o'tibdi. Kindi qini to'kilgan tuproq har kim uchun muqaddasdir. Uning qo'ynidan har qanday odam uchun 2 metr yer chiqmay qolmaydi. Ammo ana tuproqda yetish baxtidan mahrum kishilarla uning qimmatini haqiqiy his qila olmaydi. Apam o'z orzusiga erishib abadiylik qaytdi. Apam hayotini o'tkazgan, ajri muhabbatin beg'ishlagan qadim joyi yana mu'lanib qoldi. Hədələrim bina öylərə köçüb ketganlikdən öymu ijaraga o'ltirganlarning qo'liga tashlanib, yilda-yilga iskatini yo'qotishga boshladi. Men ansanda yurtqa berib qolsam-u, mehmonxonalarda yoki tuqqanlarning uyida turadigan bo'lib qolgan edim. Bultur G'uljidagi tuqqanlar jam bo'lishib, qadim joyimizni qaytadan yangilab silishning maslahatiga tushibdi va mening fikrimni so'rab telefon qilibdi. Eng yaxshisi yurtqa bir qaytishim kerak ekan. Bu men uchun intayin muhim ish albatta. Uningsizmi o'zim vaqt chiqarib yurtqa qaytib, appamning uyida 5-10 kun turib, Qur'on o'qitib, yog' puritishni o'ylab yuratdim. Bu uyning hamon chiqilib ketadiganligini bilatdim. Bas-basda cho'ng bo'layotgan, to'y qilgan va to'y qilish oldida turgan navrilarga uy kerak. Ammo ularning orzu qiladigini ko'nocha qo'rolar emas, yo'ruq, yangi zamonaviy uylar. Buning uchun ularni ayblagil bo'lamdi. Yurtimda turayotgan kunlarda men opam bilan Nur A'loning tuproq beshini yo'qladim. Bu illiq kuz iyi edi. Zaratliq oltin rang yaproqlarga ko'milgan edi. Yaqinroq yo'l bilan Nur A'loning qabrisini yo'qlab bo'lgandan keyin tar yo'lni bo'ylab xeyli mingib yuqori tarafdagi kona qabrlar orasidan opamning qabrisini topdim. Qabri oldida yukinib o'zim bildigan oyatlarni o'qib bo'lib, sukut ichida uzoq o'ltirdim. Xushalliqlarim va hasratlarim, aslimlarim va seg'inishlarim til bilan emas, mungluq illiq bir his tuyg'u to'lqini bilan yuragimdan urg'umoqda edi. Bu his tuyg'u to'lqinining jannatga, opamning ruhiga yetadiganligiga ishondim. Oxirida lavlarimni bilinmas medirlatib, "Appa, yaxshi ko'rgan uyingni chaqmoqchi, o'zgartib salmoqchi bo'lyapmiz. Navrilaring cho'ng bo'ldi. Ular uyga ehtiyojliq.
Bizden ranjimagin apa, deb pichirladim. Shu chaqda yo'g'on bir tal seriq yupurmoq pildirlab uchib tushib miramga qo'ndi. Ün tivissiz, yumshaqqina bu qo'nish manga xuddi opamning qo'llaridek. Opam rozilik ham tushunish bilan miramni silayotgandek tuyuldi. Yupurmoqning ustiga qo'limni qo'ydim. U kun nuri singan illiqqina yupurmoq ekan. Men olqinimga ilib uzoq qarab turdim. Shunday qilib, bugungi o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelaqtim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Alloh omonat.